Assalomu alaykum kitobxo'mar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövәнде sizlarga yozuvchi Habibullah Abdumitning Muz tutgan daryo nomli romanining 11-qismini anglitishga boshlaymiz. U beshini tik tutib ketyotdi. Shu asnoda o'g'li yana piljoktorni chiqarib yondirdi. Ammo yo'llar burunqidek qorong'u bo'lmag'achqa piljoktorning yo'riqi go'yo atrofga yelib ketayotgandek unchalik ro'shan ravishda rolni joriy qildira olmayotdi. Shundaqdimi bola piljoktorni yondirib, go'yo qo'lida mashal tutib jang ketayotgan jangchidek jabdas qadam tashlab ketayotdi. Amdi yo'llarda anda-sanda odamlarning qarisi ko'rinishga boshlagan edi. U yoqdan bu yoqqa o'tishib ketayotgan mashinalar bor edi. Yosh xonimning parishon ko'ngli erkinlik chirig'ining yo'riqida yurib, o'g'liga yondash mingib andishidan sal xoli bo'lgan bo'lsa-mu, yanala chigich o'y xiyoldan to'liq azod bo'lolmagan edi. Ushbu o'y xiyollar bo'lsa, teri ostidagi qildam qon tomirlarining o'zaro giralishidanmi tuman hissi murakkab va shunchalik o'zgarishchan, shunchalik turoqsiz, shunchalik iqishgan edi. Biroq ana shu engidagi bu o'y xiyollar yosh xonimni bir jihatdan azoblasa, yana bir jihatdan irodasining po'latdek tavlanishiga turtki bo'layotganligi aniq edi. Yosh xonim ichida ona va bola bu dunyoda yolg'iz yashash uchun yo'lga chiqdik. Men ersiz, bolam otsiz qoldi. Biz bordigan makonda yo do'stimiz, yo urug' tuqqanlarimiz yo'q. Ammo lekin u yerda erkinlik bor. Bu hammaga teng, hammaga taqqos. Erkinlik muqaddas, mahkumlik qo'rqinchliq. Istamkor pelak bizni bu yo'lga soldi. Vatan va xalqimizga bog'liq bo'lgan barliq bog'lardan bizni uzishga majbur qildi. Darvaqa bizning bu yurtdan qandoqmi ayrilgimiz kelsin. Afsus, biz buningga majbur. Erimning lagerdan chiqartgan maktubi bizni mushundoq qilishga majbur qildi. Men bu xuddi erimga o'xshash tajribalik, qobiliyatli, o'z xizmatini suydigan bir muallima bo'lganligim uchun mening lagerga tashlanishim qosh bilan kirpikning oraliqidagi ish. Agar o'g'lim bilan yurtimdan ayrilmasam, mening oqibatim erimnikidan qilishmasligi mutlaq. Erimning maktubidan ma'lum bo'ldiki, mening kelgusim va bolamning istiqboli haqiqatan qabohatlik. Mening bolamdan ayrilib qolishim beshim keladigan har qanday falokatning eng cho'ngi. Bu jahonda bir onaning beshiga keladigan falokatlar ichida o'z farzandidan ayrilib qolishidanmi dahshat falokat bormi? Shu vajidan men bu yo'ldan voz kechmasligim kerak. Hozir hargiz ikkilinib o'tiradigan chaq emas. Biz hamma narsadan ayrildik va ayrilyapmiz. Endi o'z yurak paramdan qandoqmi ayrilib qolay? Beşimiz qanday qabahatlik kun kelishidan qat'iy nazar bolamdan ayrilmayman. Mubada men shundoq jasoratli bo'lsam-la qabahat va andishalardan butunlay qutula olayman. Mushundoq yaxshi tarafdan chiqish qilib o'ylasam-la bolamni mushu zulmatli jamiyatdan qutqizib qola olayman va bu orqali ozroq bo'lsa-mu yo'l ustida tasalli topaman. Endi men o'z yurtimda xalqim bilan, o'quvchilarim bilan birga yashash istakini yuragimdan yo'lib topdim. Biroq ularga bo'lgan muhabbatim bo'lsa, umidim bilan birga mangu yashaydi. Bu hayot orzular bilan emas, bizning aktiv faoliyatlarimiz bilan go'zaldir. Men o'zimning aktiv faoliyatim va mang'an yo'lim bilan yo'ldoshim tarafda turganligimni isbotlayman. Yo'ldoshim adolat tarafdori. Menmo mutlaq adolatning himoyachisi. Vicdanım dal mushundoq qilishni talab qilmoqda. Demak, men vicdonim tarafda. Mubada men 2 soat ichida mushu shahardan saq chiqib ketalisam va keyingi 1 soatda vatandan o'g'limni elib ayrila olsam, G'uljida bo'lib o'tgan ishlarning hammasini butun dunyoga anglataman. Bu mening vijdonimni rohatlantirishimga yetib oshadi. Mana bu mening engimdagi durustlik va adolat tuyg'usi. Shuningdek, o'z xalqimning va ustozlarimning menga ato qilgan ma'naviy kuchidir. Hamda erimning eng oxirgi orzusidir. Men o'zim ega bo'lgan iqtidorimni joriy qildirishim kerak. Mana bu iqtidorni joriy qildirish kuchi menga xushallik, yuragimga illiq harorat ato qildi. Mushu bungu ko'chalarda, mushu qahraton sovuqda beshimni tik tutib, o'g'limning yumron issiq qo'lini ching tutib yetaklashimga sabab bo'lyotdi.
hamda o'zimga notanish bo'lgan, biroq oxirida bizni erkinlikka ega qiladigan yangi hayot yo'lida olg'a qarab mengishga vasila bo'ladigan qudratli kuch bo'lyotidi. Ana shu o'ylar bilan Baytulloh masjidining oldiga kelib qolganligini to'ymayli qolgan edi. Shaharning markazida qad ko'tarib turgan Baytulloh masjidi burunqi o'rnini asos qilib yangi silingan bo'lsa-mu, ammo oldidagi go'nga ko'zga cheliqib turadigan ravoq chiqib etilmagan edi. Ravoq go'yo quyoshning yuzini to'rab turgan bir parcha qora bulutdek, Uyg'ur binokorchilik san'atining saltanatini namoyon qilib turgan oppoq Baytulloh masjidining yuzida to'rab, to'rt ko'cha do'qmushining go'zal manzarasiga qora ko'langa tashlab turadi. Gerçi Xitoy Kompartiyasi cho'ng ko'chaga tumshuqini so'qib turgan ravoqni Junxo madaniyatining namoyandasi sifatida saqlab qolgan bo'lsa-mu, biroq ushbu qaramto'li ravoq mustamlikachilarning simvoli sifatida tarixdan guvoh berayotgan edi. Yosh xonim ana shu ravoqqa bir lahza qaraganida xiyol kaptarlari uzoq tarixga qarab uchib ketgan edi. 18 asrning o'rtasida Manchin xonadonligi Junxonlarni mag'lub qilish bilan birga Sharq Turkistonning janubida qo'zg'algan cho'ng kichik xo'jalar qo'zg'olonlarini tinchitib, Sharq Turkistonni to'liq istilo qilgandan keyin bu go'zal zaminni qo'ldan chiqarib qo'ymaslik uchun lashkariy kuch bilan idora qilishni yo'lga qo'yib, Ilida Jiyangjun mahkamasini ta'sis qilgan edi. Aynı zamanda ili Sharq Turkistondagi siyosiy, harbiy, iqtisodiy va ma'muriy jihatda muhim strategiyalik o'ringa ega tabiiy markaz bo'lganligidan Jiyangjun mahkamasini ilida qurgan edi. Chang sulolasi mazkur harbiy bazasiga tayinib, ilini mustahkam tayanch bozoriga aylantirish orqali butun Sharq Turkistonni va O'rta Osiyoni mustamlika qilish strategiyasini ishga oshirish g'arazini amalga oshirmoqchi bo'lgan edi. Yana mazkur Jiyangjun mahkamasi orqali ilini ma'muriy jihatdan boshqarish uchun Chang xonadonlik tarafidan tayinlanadigan hokimberlik tuzumini yo'lga qo'yib, o'zlarining Sharq Turkistonni mustamlika qilishiga to'liq kuch chiqargan Turfonliq Iminmangning o'g'li Musa Gongni iliga avatib, uningga hokimberlik mansibini berib, o'z yig'ida o'z go'shini qo'rish taktikasi bilan ili xalqini idora qilgan edi. Aynı zamanlarda xuddi Appa Xo'ja Jo'ng'ar xoni G'aldonga yolvorib, yordam tilab Sayriya xonligini ag'dirib, davlatning munqaraz bo'lishiga sababchi bo'lganidek, Turpanliq Imin Xo'jamo Jo'ng'arlar ustidan Chiyanning xoniga shikoyat qilib, uningdan yordam so'rab, Ili vodisining munqaraz bo'lishiga va oxirgi hisobda butun Sharq Turkiston zaminining mustamlika bo'lishiga sababchi bo'lgan edi. Bunun bilan Chiyanning xon Imin Xo'janing o'g'li Musa Xo'jani Iliga hokimbek qilib tayinlagan edi. Hokimbek Xo'ja Musa Gong Ili xalqini idora qilish uchun G'uljida tunji mahkama shar'iyni qurib chiqib, Turpanliq mulla Ro'za Axunni alam qilib tayinlagan va G'ulji xalqini yumshoq usul bilan idora qilish siyosatini qo'llanish vajidan katta bir jami selishni o'ylagan edi. Lekin iqtisod yetishmaslik va umrining qisqa bo'lib qolish sababidan murodiga yetolmay 1766-yili vafot bo'lgan edi. U faqat o'z umrida ili xalq ustidan 4 yillar hukmronlik qilish imkoniyatiga noil bo'lgan edi. Uning o'rniga chiqqan inisi Oranzibgong Manchin xonadonligining xoni Chiyanning xon bergan bir tuman sarkumush va har yurtdan ilingan yemak-ichmak Əmgək kuchi bilan 1773-yili G'ulji shahrining markaziga Baytulloh jamisini soldirgan edi. Soldirgandimi shundaq bir pasonda soldirgan ediki, o'z xo'jayinlarining talablariga loyiq qilib, ravoq bilan qo'shib turib soldirgan edi. Shu sababdan bo'lsa kerak, sirtdan qaragan har qanday bir kishiga jami bajoyiki Xitoylarning butxonasini eslatadi. Yosh xonim ana shu xiyollar bilan ketayotganda ravoqning janub tarafidan pilimotdan etilgan o'qning ovozidek dahshatli ovoz anglandi-da, bolasi bilan birga shunchalik qattiq cho'chib ketdi. Bu dahshatli ovoz aslida Xitoylarning Chag'on bayramini tabriklab, orqa-orqadan otgan etildoq bilan birga osmonda etilgan salyotning ovozlari edi. Ushbu ovozlar jahonni dahshatga solgan bo'lsa, ulardan chiqqan yorug'liq osmonni bir pas bo'lsin yo'ritib, yulduzlardek chaqnagan nurlari har tarafga yayilgan edi.
Ular go'yo oqar yulduzlarning tutuq osmonni bir mahal yo'ritib, arqa-arqadan go'ng'iravoq bilan oppoq Baytulloh masjidining ustiga saqib tushdi. Bir lahza o'ta-o'tmayla atrof yanada burunqidek go'ng'aliqqa qaytdi. Yosh xonim o'g'lini yetilab to'rt ko'cha kesishgan do'qni chiqib kelganda ikkilanib birdan turib qoldi. U cho'ng ko'chadan o'tib ketayotgan biror taksini to'rab, udul qatnashga minishni o'ylashgan bo'lsa-mu, va lekin qo'l soatiga bir ko'z atgandan keyin qaroridan darhol voz kechib, davomli piyoda minish qarori keldi. Darvaqa hozir texi baldur edi. Qatnashga borgan bilan baribir u yerda avtobusning minishini kutib saqlashga to'g'ri keladi. Va bu jarayonda qatnashni chorlab yurgan jizakchilarning diqqatini qo'zg'ab qo'yishdan ansirgan edi. Yana bir jihatdan piyoda minib G'uljining cho'ng ko'chalari bilan birga o'zi o'qigan ona maktabini eng oxirgi qatim ko'rib olish istagi qalbini chulg'ib olgan edi. Ana shu xil o'y hissiyotlar sababidan hamda o'g'limi hardim taldim demay o'zi bilan tangmayotgandan keyin bunday bir qarorga kelishi tabiiy edi. Yosh xonim o'g'lining qo'lini tutgan peti to'rt ko'chaning do'qmishidan g'arb tarafga qayrilib, Baytulloh masjidining shimoliy fasilini yoqlab yo'lga ravon bo'ldi. Mana bu yo'llarda Cho'riq Ekim, Sadir Palvon, Bilal Nozimdek Uyg'ur xalqining yo'lboshchilari, Bahodir o'g'lonlari, shoir va yozuvchilari mingan va ularning qadam izlari qolgan yo'llar edi. Yosh xonim o'g'li bilan birga qo'l tutishib, masjidning sharqdan g'arb tomon so'zilgan temir reshatkasini bo'ylab ketib etib, masjid ichiga uzun qarab qo'ydi. Ayni zamonda Suv darvoza mahallasi tug'ilib o'sgan va mushu jamianing ichidagi madrasada o'qigan Cho'riq Ekim, Bilal Nozimlarning siymosi ko'z oldidan bir-birlab o'tishga boshladi. Cho'riq Ekim Suv darvozalik bo'lib, Eminbog'ning chevrasi Xushnizod Go'ngning yolg'iz o'g'li Xalzodxon 1818-yili Ching ordisining yorlig'i bilan dadasining o'rniga go'ngbeglikka tayinlangan zamonda yuz beshi bo'lgan odam edi. U xalqparvar, haqqoniyatchi, o'z nafsiga cho'g' tortmaydigan, nihoyatda oddiy-sodda yuradigan odam bo'lib qolmay, yana bakma aqlliq, ham farosatli kishi edi. Bo'libmi o'stan va suv ishlarini nihoyatda obdan biladigan odam bo'lg'ashqa, Xushnizod Go'ng zamonida jig'irlang o'stingini chepishga yetakchilik qilib, o'stingni belgilangan vaqtda chepib tamomlagan edi. Xalzodxon hokimbek bo'lgandan keyin Jiyangjun mahkamasining buyrug'i bilan oq o'stang chepish qurilishini boshlagan edi. Biroq Xalzodxon Go'ng o'stang va suv ishlaridan xabari bo'lmaganligi uchun va atrofiga o'stan qurilishidan xabari bor pand-farosatli odamlarni to'plamaganligi sababidan o'stan qurilishi muvaffaqiyatli bo'lmay orqaga surilib ketgan edi. 1820-yilga kelganda Ili Jiyangjun mahkamasi Xalzodxon Go'ngni shohbeklikka muavin hokimbeklikka tushirib, Boqiy Oxunni O'rlang hokimbekka vaqtlik hokimbeklikka tayinlagan va bu kishi vafot bo'lgandan keyin davlat otliq kishini hokimbeklikka tayinlagan edi. Biroq davlat hokimining ko'zi tutilib qolganligi sababidan o'rniga Muhammad Eminni hokimbeklikka tayinlagan edi. Mana bu Muhammad Emin degan kishi dal Cho'riq Ekimning o'zi edi. Muhammad Emin Ekim doim putiga cho'riq tortib, uchisiga shalvur bilan mata kamzul kiyib, belini tasma belbaq bilan bog'lab yuradigan odam bo'lg'ashqa, kishilar uning bu turiga qarab Cho'riq Ekim deb atagan edi.